Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglitildi. Supurga ba'zida uzun safar ustida muhtojlikka tushib qilib, hech iloj qilolmaganda o'zining bu sodiq eshigini setib etishga majbur bo'ladi. Mundaq chog'larda u eshigini agashtirib berib, pulliq karvon boshlari yoki kazzob savdogarlar bilan savdolashadi. Albatta, eshigini hargizmi arziniga berib etmaydi. Bu ajoyib maxluqdan bir soatga bo'lsa-mu ayrilish o'ziga qanchalik azob ekanligini bilgachga, eshigini jahondagi barliq chiroyli so'zlar bilan maqtab baho olishadi. Eshigini setib, bozorning donliq oshxonalaridan biriga kirib, tarlab o'tirib, qo'rsoqni obdan to'qlaydi. Oshqon pulni balvoqqa mahkam tugib, o'zi tushgan danga qaytib keladi-da, Dangjoning ochiq damlab bergan chayini ichib o'tirib, ordu qoladi. 1-2 kun o'tmayla, tun yerimda yoki tong saharda uning eshigi eshik oldida paydo bo'ladi. Chunki hech kim bu eshakni supurgidek qadrlashni bilmaydi. Boshqalarning nazarida u faqat oddiy bir eshakli edi. Ular uni xolig'incha dombalaydi yoki yukini bo'lishig'ich ortib, dunyodagi eng sesiq gaplar bilan haqoratlaydi. Supurgi uchun bo'lsa, bu eshak sodiq hamroh, ishonchli do'st edi. Eshak qaytib kelishi bilan uning bosh ko'zini silab, oldiga kepaklik halab yoki sop qo'noq to'katdi. Birer soatdan keyin supurga yana heliqi dangdan g'oyib bo'lib, yangi safarni boshlaydi. Har bir safar uningga yangi ta'sirotlarni baxsh etadi. Har bir yangi safarda uningga yangi mo'jizalar uchraydi. O'z yo'lida u yana yangi hamsafarlar bilan uchrashib, ulardan yangi hikoyalarni anglaydi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 3-bob. Qochqun shahzoda. Belqut xazinasi. Jahonkazi supurga o'z xiyollari bilan yo'lni davom qilmoqda edi. Uning eshigining oyoqlaridan ko'tarilgan yenik chang yuqori o'rlab, atiganlik quyoshning qizg'ish nurlariga singib ketadi. Supurga texit shahardan anchami yiroqlab ketmagan edi. Uning orqasida egiz shahar sepilining gungurlari yiroqdan ko'rinib turadi. Uning yenidan ba'zida shaharga qarab mong'an karvonlar, eshaklik va piyoda yo'l yurgan dehqonlar, soyvanlik maplarda g'odiyib o'tirgan qandoqdir bir boyvachilar o'tib qoladi. Supurgining eshigi bir qo'lqini salpaytib, yana bir qo'lqini dingida tutib, atrofdagi shapiga quloq solganicha ushoq chamdab ittik mengishida ketib boradi. Sur eshak har qatim ana shundoq to'z yo'lga chiqib, o'zining siliq mengishiga tushganda, supurgining eshakning ustida birdan mugdab orom elib oladigan odati bor edi. Xo'sh supurga, deb o'ziga murojaat qildi supurga eshakning ustida ko'zini yumib o'ldirib. Talay yo'llarni bosdim. Qancha yurtlarni orladim. Xilma-xil xalqlarni ko'rdim. Bu olam sirining tagiga yeta oldingmi? Yo'q. Ehtimol, ko'kdagi sonsiz yulduzlar bilan zimindagi har bir tosh, suvsiz qumliqlar bilan o'rkashlab turgan dengiz aslida bir tuqqandir. Xudo nima uchun bu ziminga jonliqlarni opriydi qilib, yana dargohiga qaytirib akitdi? Qorong'u kechalarning birida onamizning qo'rsqidan yig'lab, qaqshab turib yerga tushimizga. Ba'zida qayg'urib, ba'zida xo'shal bo'lib, ba'zida savobli ish qilib, ba'zida gunoh qilib yashaymizga. Oxir bir kun o'lib ketimizga. Tiriklikning ma'nosi nima? Balkim yaratgan egam bu zaminda bizning har birimizning qo'y-paylini, niyat iqbolini sinamoqchidir. Har birimiz bu alamga kelib ketadigan bir o'tkinchi mehmondurmiz. Ajiba, yeliqi qalandarlar shohining o dunyodagi o'rni hammamizdan ustun bo'lsa,
u nima uchun bu so'zni shunchalik ishonchlik deydi? O chaqda hammaga vahima selib turgan Quyosh shohining o'rni nada bo'la? Agar uning o'rnimi jannatda bo'ladigan bo'lsa, u jannatga shu shohlik kibrisi bilan qadam besib, xudolik da'vos qilishdan yonmas? Yo'q. Ay, bilguchi xudo. Meningcha, uning o'rni do'zaxda bo'lgan tuzuk. Qip-qizil yolqin uning shohlik to'llarini o'rtab, uni qip-yalang'och qilib qo'ygandilar. U o'zining oddiy fuqarolardanmi tuvan, gunoh qilib bir fosiq ekanligini to'nib yetdi. Emsa, mening o'rnimcha. Supurgining ko'zi amdili uyquga elingandek bo'lib edi. Ittik mengayotgan eshak to'yuqsiz to'xtab, supurgi oldiga uchib tushgila tasli qoldi. U nima bo'lganligini anqarilmay ko'zini ochib atrofiga qaradi. Kun nayzi bo'yi o'rlab qolgan bo'lib, hamma yoq temtas. Yo'l ustidami hech kim ko'rinmaydi. "Nima gap?" deb so'radi u eshikdan. Eshak qo'liqini medirlatganicha oldiga qarab parvosiz turadi. "Men sendan nima gap deb so'rayapman? Sen meni ustingdan mo'llaq atqizib tushirib etib, avu yumshoq to'pig'i berib eg'ilmoqchimiding? Yoki etizdagi ko'p-ko'p ziroat maysallarini xohlagancha tilg'ab, qilgan askinliklarimni egisi bilmay qolmasin deb ovozingni bo'lishingga qo'yib berib, angrab meni bir baloga tiqay deganmiding? Bir hisobda shahar darvozasidagi heliqi jesakchilarning tipiklarimi sang halol? Agar mendan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, shu topda beqillaringga mushlagan bo'ladi. Xita!" deb eshakning beqiniga topallari bilan qattiqroq tepdi supurgi. Shu chaqda uning quloqiga birining vorqirgan ovozi anglandi. "To'xta! Ey yo'lchi, to'xta! Eshikni bistirab tutqin!" "Uch!" deb eshikni to'xtatmoq bo'lib, kayniga g'adaydi supurgi. Yenili beqiniga yegan tepikdan ranjigan eshak jahillik bilan oldiga qarab mengayverdi. "Hopcha, dur! Anglayotamsa, endi og'zimni buzitib qolma, ha?" Supurga cho'lurni kuchab tortib, ovoz chiqqan tarafga burilib qaradi. Supurga yo'lning chetidagi bo'kkida baroqsan bo'lib o'sgan bir to'p daraxtning daldisi turgan ikki ayolni ko'rdi. Ayollar bosh ko'zini yog'liq bilan chumkib olgan bo'lib, birining qo'lida yo'gaklik bo'voq turadi. Ikkinchisi bo'lsa, qo'li bilan supurgini ha deb sharat qilib chaqirmoqda edi. "Ey yo'lovchi, mana bu tarafga kelgin." Supurga eshikning beshini ayollar tarafga burdi. O, men bu ayollarga nima kerak bo'lib qolgandimi deb hayron bo'ldi. Yosh vaqtlarda safar ustida supurgini o'ziga sharat qilib chaqirgan qiz juvonlar bo'lgan edi. Mundaq uchrashlar uzoqcha supurgining esidan ko'tarilmaydi. Ba'zida supurgi noz bilan boqqan u jononlarga ko'z qirini solmay o'tib ketgandek qilsimi, yana ular beg'ishlagan shodlikning ta'sirida eshikining ustida uzoqdan uzoq muhabbat naqshlarini aytadi. Lekin u to'limi uzoqda qolgan kechirmishlar edi. Ma'u ayollarning uni jiddiy sharatlishi muhabbat zurriyatidan emasdek qiladi. U ayollar tarafga yiqilib keldi. "Xo'sh, xonimlarim, meni chaqirishdimi?" "Shundaq. Seni chaqiryapmiz, mehribon yo'lovchi." Supurga yiqilib kelib to'xtashi bilan ayollarning biri oldirab so'zlab ketdi. "Sen musulmon ko'rinsan. Musulmonlarning dili yumshoq bo'ladi. Ma'u boboqni o'zing bilan birga akat. Ma'u xinimni sana qo'shib beraman. U baliga qaraydi, eshikingga halab etib cho'p tashlaydi. Seningni barliq hojatlaringdan chiqadi." Ayolning so'zlari supurgini gangirtib qo'ydi. "To'xta!" dedi supurga eshikni ayollarga texmi yiqildi. "Men hech nima tushunmayapman. Men bu bolani nemishqa akakidakman. Sizlar uni nemishqa birovga berib o'tmoqchi bo'lib qoldinglar." "Voy, sana nima deb tushundirsam bo'la?"
dedi süpürgini chaqirgan ayol beshidagi yog'lig'ini to'zab turib. Bu narsida hozir xatar ichida qoldi. Uni senli qutuldirib qola olaysan. Men nimishqa uni faqat meni qutuldirib qoldikmi? Uning otasi-chi? Ota-onasi kim? Urug' tuqqanlar qani? Men nihoyatim yiroqdagi yurtlardan kelganman. Bu bolani men nega ketman? Sening buncha ko'p savollaringga javob berishga toqatim yo'q. Men bu sening kimligingni, nerda turdiganligingni, nima ish qildig'ingni so'ramadim. Sen bu o'shiqchi savollarni so'rama. Hurmatli yo'lovchi, sen bolani qancha yiroqqa akatsang shuncha yaxshi. Bu bola mening yurak bag'rim. U nerda bo'lsa, hayotli bo'lsa bo'ldi. O'tinishimni rad qilma. Sen aqlli odam ko'rinsan. Men aytgan gaplardan, men aytmagan ma'nolarni tushunib bo'ldim. Ayol bo'qildab yig'lavatdi. Jahonkazi supurga qutuldirib olish shuncha zarur bo'lgan narsaga ko'zining qo'yriqida qaradi. Bola shunchalik pok va sabiy edi. U hech nimadan bexabar. Ikkinchi xonimning qo'lida tatliq pushuldab uxlayotdi. U narsida mayli qaysi dindan, qaysi tabiqining odamlaridan to'ralgan bo'lsin, shu turqida ayollarning oldida u farishtadan ulug' edi. Chunki u texi hech bir gunoh o'tkazishga ulgurmagan. Uning kallasi bu dunyodagi shayton, iblis va yana qandoqdir baloyi battarlarning eziq turishidan xoli. Bilqut xazinasi, qalbi jinoiy niyatlardan pok edi. Supurgiga bola vaqtida mahallasining ko'chalarida uchraydigan heliqi to'xti oshiq to'g'ri aytgan ekan. Kishi ba'zida shundoq sabiy vaqtida o'lib ketmaganiga pushaymonmi qilib qoladi. Agarchanda texi jahonning rohat mushaqqatining nimaligini bilmagan, bahorning xushbo'y chechaklarini texi hidlamagan, qorning dastlabki ushqunlari yoki ko'z yupurmoqlarining to'kilishini ko'rmagan bu pok bandining beshiga rastalla balo qazo kelayotgan bo'lsa, albatta sen bir musulmon turib uni qutuldirib qilish majburiyatidan o'zini qochirsang, dunyoda buningdan og'ir gunoh bo'lmas. Supurgining ishkilinib turib qolganligini ko'rgan ayol darhol qo'ynidan bir xaltini elib, yo'lovchining eshigi ustidagi xurjunning ko'ziga tashladi. O xaltidagi tillarni yetishchi xarajat qil. Bu xonimni xohlasan xotin qilansa, sana oq yo'l bo'lsin, mehribon odam. Bolamni sana va Xudoyimning o'ziga topshirdim, dedi-da, daraxtlar orasidan ketgan oyoq yo'l bilan shahar sepila tarafga qarab yugurib ketdi. Menga mol dunyoning, xotinning lozim yo'q edi, deb g'udun shig'ini chiqib qoldi supurga. Bola ko'tirib turgan xonim lop qilib supurgiga qaradi-da, "Qani mayli, bu yerda qarab turish xatarlik", deb oldiratdi va bolani ko'tirganicha supurgining eshigiga yondishib yo'lga tushdi. Shu turqida ularni ko'rgan har qanday kishi ularni shahardan chiqib, shu atrofdagi biror yeziga ketib borgan xotinlar bo'lsa kerak deb qaraydi. Taqdirning qismatlariga hayron bo'lmay mumkin emas, deb o'ylaydi supurga. Mana u helila yolg'izchilikdan eshigi bilan mo'nglashib ketib boradi. Yangi hamsafarlarga erishdi. Umrda bola yuzi ko'rmagan edi. Xudo uningga bir narsidini hamroh qildi. Shu yoshqichgacha o'yinish ustida o'yinibmi boqqan emas edi. Notanish bir ayolning g'ami uningga yuklandi. Hayotning o'zimi bir safarga o'xshaydi. Bu safarda kimlardir yeningdan ketib qoladi. Yana kimlardir kelib sana hamroh bo'ladi. Supurga eshigi ustida turib, bola ko'tirib ketayotgan xonimga sap soldi. U beshidagi yog'lig'ini qayirib, yuzini echiyotgan bo'lib, yosh va qovul ayol edi. Safarda kishiga yuk bo'ladigan injiq xotinlardan emasda qiladi. Ayol bolani mahkam bag'riga besib, supurgining eshigidan qolmay kelmoqda edi. Pat-pat supurgiga cho'ng yo'ldan chiqib, orqa yo'llar bilan mengishni askartib qo'yatdi. Ular etizliqlarni orlab ketgan chig'ir yo'llar bilan mengib, yana cho'ng yo'l ustiga chiqib qolishdi-da.
yana qandoqdir bir piyodalar yo'liga agib kirib ketishadi. Qiysaygan dehqon kapillari. U yer bu yerda mükchiyib ishlayotgan dehqonlar ko'zga g'ilpol tashlanib qoladi. Ayol pat-pat aloqazodlik ichida orqasiga qaraydi. Supurga o'zining ko'nglida xatarlik bir ishga chetilib qolganligini tushungan edi. Ayolning qo'lidagi oshu begunoh narsidiga bo'lgan g'ararsiz muhabbat uni bu xiyim xatarga o'z roziligi bilan qadam qo'yishga undaydi. Ba'zi supurga "Nimishqa biz cho'ng yo'l bilan mangmaymiz?" deb o'zini hayron bo'lganga selib, ön chiqmay ketib borgan ayolni gapga soladi. "Sen nimadan qo'rqsan? Eliqi xinem, sening nimang bo'ladi?" "U xinem mening xo'jayinim, mushu buvoqning onasi." "Sening xo'jayining? Mushu buvoqning onasimi? Undaqda sen bu buvoqning nimasi?" Men bu buvoqning enik onasi." "Ya qudrat," davatda supurga. "Men o'zining bolasini enik onasi bilan qo'shib berib etadigan mundaq ishni texi uchratmagan ekanman. Amsa bu buvoqning otasi kim?" "Uning otasi o'lib ketgan." "Buvoqning otasi yo'q bo'lsa, onasi bolani va seni menga o'z ixtiyori bilan hadiya qilgan tursa, yana biz nemishqa o'g'irlardek mögünib yurimiz? Voy xudoyim-ey, sen nimandaq sodda odamsan?" dedi ayol. "Men ko'tirib ketayotgan bu buvoqning kimligini bilamsan?" "Bilmayman." "Bilmagandan keyin so'rmayni qo'y." "Bu nima degani?" deb hayron bo'ldi supurga. "Bilmaganni so'rab bilib olish kerak-da." Ayol supurgining eshigiga yiqilib kelib pichirladi. "Sir saqlay olamsa?" "O tarafdan andish qilma. Boshqalarga aytmaslik tegishli maxfiyatlikni anglatib qo'yman-da. Manguga unutib ketaman. Sir saqlashning eng yaxshi yo'li unutib ketish." "Undaq bo'lsa, men sana aytay. Mening qo'limdagi bu buvoq podshoh." Supurgining eshigi mo'dirib, u eshakning ustidan yana bir qatim uchib tushgili tosda qoldi. Nima deding?" "Sening quliqing eg'irmi yo'lovchi?" "Xudoga shukr, hozirgacha quliqimdan roziman. Qorong'u kechida yiroqlarda ketayotgan karvonlarning ko'ldirmalarining ovozidilla ularning qaysi yurtning karvoni ekanligiga va ularning qayoqqa qarab ketayotganligiga hukm qila olmayman. Biroq sen bu buvoqni podshoh deb eding, quliqimga haqiqatan ishonmay qoldi. Shundoq, biz podshoh oliylarining o'zini ko'tirib ketyapmiz. Bu sirlarni sana aytmasligim kerak edi. Og'zimdan chiqib ketdi. Sen bu to'g'riliq ostaroq so'zla yoki o'zing aytgandek unutib ket." "Mening demoqchi bo'lganim," dedi supurga. "Bu kichikgina buvoq qanday qilib podshoh bo'lib qoldi va uni nima uchun o'zining taxtida o'tirmay, mening arzimas bu eshikimning tuyoqlaridan ko'tarilib, chang'i ko'mib, bu yerda ketib boradi. Nimishqa biz uningga tiz cho'kib ta'zim qilmaymiz? Yana sen aytsam, sizlarning bu shaharda nimandaq podshohlar to'la? Quyosh shohi, qalandarlar shohi, uni ozdab, yana bu yerda buvoqlar podshohidan biri chiqdi. Yoki sen meni ahmoq ko'ratamsan ya?" Ayol aytmaslikqa tegishlik sirning beshini olli-burun echib qo'ydi. Hamda uning supurgiga qolgan hamma ishlarni tushuntirib qo'ymoqdan boshqa iloji yo'q edi. "Sen bizning quyosh shohimiz haqida anglaganmi?" "Ha, anglaganman," dedi supurga. "Bu qatam o'sha ulug' shohning o'rdi shahrini ziyorat qilish uchun kelgan edim. Hashamatli saroy, tumanlagan lashkar, minglab qullarni ko'rdim. Asharga tutilib toshchaqdim. Muni bechora eshikimni ig'ir yuklarni to'shidi. Shahar darvozasidagi qo'riqchilar yonchiqimni qurudab qo'yishdi. Men u yerda olarman sotarmanlarning shaharni larziga soldigan erkin cho'qonlarini, odamlarning ozodi kulkunlarini, g'urildab turgan bozorlarni ko'rdim.
Şundaq shahringa ulug' podshoyingga la'nat deb qaytib chiqyapman. Ularning terangni shilib olmaganiga xo'sh bo'lsang bo'ladi. Ajab, shu olamga mashhur Quyosh shohining o'zi qo'lingdagi mushu kichikkina buvoq bo'lsa, Quyosh shohi 3 kunning oldida olamdan o'tdi. Nima dedim? Ovozingni pasay. Bu gaplarni ikkimiz faqat pichirlabla aytsak bo'ladi. Xatar ustida ketib bog'inimizni unutma. Undaqda bu bola qayerning podshoyi? Bu bolachu Quyosh shohining eng kichik o'g'li. Mana 3 kundan beri o'rdining ichi qon bilan to'ldi. Shohning cho'ng o'g'illari bir-birini qirg'in qilishyapti. Taxtni talishibmi? Shunda men bu ishlarni toza tushunib ketmayman. Tartib bo'yicha Quyosh shohining cho'ng o'g'li taxtda o'ltirishi kerak ekan. Lekin men sana aytsam, shohning o cho'ng o'g'li shunchalik zolim, qorniyat, buzuqchilikda uchiga chiqqan. Ba'zilar dadisini uning o'zi qaslab o'ltirgan bo'lishi mumkin deb gumon qilishidi. Buzuqchilikda u shunchalik rasvoki, o'zining qancha ayollari turib, yana qarindoshlarining ayollariga ko'zini qizartidi. Hatto otasining kichik xotinlariga ham cheqiladi. Mundaq shahzodani shohlik o'rniga ko'tarishga qolgan o'g'illar qo'shilmadi. Shuning bilan o'rda ichida qirg'inchilik boshlandi. Ya Allah, nima deydigansiz? Xazinasi deb yoqsin tutdi supurga. Mana men bir oydan beri shu shaharda yuribdiman. Hech kimdan mundaq andishlik gaplarni olmadim. Hamma ish o'rda ichida maxfiy bo'lyotdi. Sen turmoq, o'rdaning tashqarqi hovlisidagilarmi hozirgacha hech nimadan xabarsiz. Ishkirki o'rdaning darvozalari mahkam etib etilgan. Barliq shoh o'rdinlarining nizomi shundaq emas. Yangi shoh belgilanib, taxtdan o'rin elib bo'lmoqcha, ko'ni shohning o'lim xabari sirtga uqtirilmaydi ekan. Bo'lmasa, mamlakatda isyon ko'tarilib, taxt tavrab ketadi ekan. Tushundim, dedi supurga. Har qanday podshohning taxti portlashga tayyor turgan vulqonning ustida bo'ladi. Ayol supurgining cho'nqur mulohizalarini tushunmay o'z so'zini davom qilaverdi. Sana meni qetib bergan xinim Quyosh shohining kichik xotinlarining biri bo'ladi. Bo'layotgan qirg'inchiliklardan qo'rqib, u kichik shahzodani qutuldirib qilish uchun meni yordamga chaqirgan. Biz xinimning shohni qabul qilgan xos hujursidagi maxfiy eshikdan yer osti yo'li bilan qochib chiqdik. Ayolning keyingi so'zlari supurgining qulog'iga kirmadi. U ishning tegi-taktiga yetib bo'lgan edi. Dunyoda shoh o'rdinlaridan sirliq o'rin bo'lmasa kerak deb fikr qiladi eshigi ustida supurga. U yerda har kuni, har soatda ajoyib o'yinlar o'ynalib, qiziq ishlar sodir bo'lib turadi. Keyin tarixchilar yuz bergan bu sirliq voqealar to'g'risida tarix bitishidi. Lekin bizgacha yetib kelgan yozma xotirlarning zodi qanchiligi rost. Buningga bir nima demakdas. Qonliq janglar o'tib ketgandan keyin g'alaba qilguvchilar oldi bilan yozilgan tarixlarni ko'zdan kechirdi. O'zini bezab ko'rsatadigan sahifalarni qoldirib yoki to'liqlab yozdirib, jinoyat izlarining hammasini o'chirib tashlashdi. Tarixning yozilgan qismlaridan texi yozilmagan yoki yezib o'chirilgan qismlari chinroq bo'ladi. Anglayotganlar Bilqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 4-bob. Oydin kecha. Supurgi bilan heliqi xinim qandoqdir bir bug'doy, qo'noq, ko'ktatlar terilgan etizlar. Egiz past do'ngliklarni orlab ketgan oyoq yo'llar bilan bir qancha kun mengishdi. Notunish mahallalar, yog'ochlari chirib, qiysiyib ketgan ko'riklardan o'tib, chat yoqalardagi qo'nalg'alarda tunadi. Xinim ustidagi yepinchilarni yig'ishtirib qo'yib, xili ozotlashib qolgan edi. Supurga uning qovul, yosh cho'kan ekanligini bayqadi. U haqiqatan ishchan ko'rinadi. Qo'nalg'alarda supurgining put qo'lini yuvishiga suv hozirlaydi.
tamoq etadi. Yetişiga o'rin tayyorlaydi. Cho'kan qosh teshidek suzuk. Oppoq badan go'zallaridan bo'lmasimi, qosh ko'zi joyida. Terisi qizil aralash qarig'i moyil. Qariqumchoq ayollardan edi. U ba'zida optopdek ichilib, supurgiga yaqinlik jilva qilib, uning har qanday hojatiga tayyor ekanligidan bishorat bergandek qiladi. Ba'zida bo'lsa jimib, xiyolchan bo'lib qoladi. Ayolning badani chin. O'zi baslik bo'lg'achqimi, supurga uni eshakka mindirib olg'idek bo'lsa, eshakning beli egilib ketadi. Mundaq chaqlarda supurga eshikning yanida piyoda mingadi. Sür eshak quloqlarini medirlatib, o'zining ustida bola tutib o'tirgan bu notanish mehmonga hayron bo'lib qarab qo'yadi. Yo'l ustida ular soydab dam olg'idek biror tup daraxt yoki suv eqib turgan o'stang bo'ylariga yetib borganda to'xtab dam oladi. Mundaq chaqlarda Cho'kan shahzodaning lotillarini quruqdab, uningga amchak soladi. Ayolning ko'ksimi u o'z bastiga loyiq yo'g'on va chin edi. Bu vaqt uningga mahkam yepishib olib, oshko'zlik bilan ematdi. Oppoq sut uning javg'aylaridan ko'vajab chiqadi. Nemishqidir ayol ba'zida shahzodani emitganda uning beshini silab turib, unsiz ko'z yesh qiladi. Ular chat yoqiladagi saroy yoki dangnaga faqat ko'z bog'langan chog'larda yetib keladi-da, bir kech qo'nib, atigini yana saharda ko'zdan g'oyib bo'lishadi. Ayol bolani ko'tirib mengish o'zi uchun hech qancha mushaqqat emasdek ittik mangadi. Ba'zida u supurgining eshigidan o'tib ketib, orqaga qarab supurgining yetib kelishini kutadi. "Ya qudrat", deydi supurga ayolga qarab. "Xudoyim sana yetarli kuch-quvvat ato qilgan ekan. Aka qo'lingdagi bolani men birdam olay. Charchigansa." "Yo'q, o'zim ko'tiray", deydi ayol. "O'rda qoidasida shahzodani boshqalarga berishga bo'lmaydi." "Ey, hozir sen o'rdada emas. Allohning osmoni keng bir o'chiqchilikda ketib borasan. Qarg'ina. Atrofdagi hamma nima quyoshning nurida yaqinlik to'linib yetibdi. Ana, yiroqlardagi daraxtliklarda kakuklar sayrab turibdi. To'rg'aylarning qanchalik xushxuy cho'rqishayotganini anglayotmamsan? Bu yerda senmi, menmi, hamma nima erkin. Mening kimligimni bilmoqchi bo'lsam, mushu erkinlikni qo'g'lishib, sayyoh bo'lib ketgan odamman. Xotirjam bo'l. Bu yerda hech kim bizga ko'z quloq bo'lib turgani yo'q." "Bilamsan", dedi Cho'kan. "Bu shahzoda kunlarning birida cho'qim podshoh bo'ladi." "Ha, Alloh nasib qilsa", deb uning so'zini tuzatdi supurga. "Podshoh bo'lg'uchini faqat belgilangan odamlar ko'tarilishi shart." "Ey, jahonda men nurg'un ishlarni ko'rgan. Lekin mundaq lashkari yo'q. Enik onasini emib ketayotgan podshohni ko'rmagan ekanman", deb kuldi supurga. "Rost aytsa, podshohni ko'tarishning qoida nizomlaridan mening qilch xabrim yo'q. Shahzodaga ko'z yosh qilib turib, amchak selishmi o'rdining nizommi? Nima uchun ba'zida sen bu hurmatlik, bo'lg'isi shohimizni emitganda yig'laysa?" Cho'kan uzoq jimib ketgandan keyin eg'iz ochdi. "Bilamsan, men bu sana o'xshashli yoqi yurtliq. Mening yurtim av qorliq tog'larning orqasidami yoki av yeshil do'ngliklarning u tarafidami o'zimmi bilmayman. Ishqilib, men tug'ilgan yerning ayollari mushundoq baslik, ko'ks cho'ng, sutli keldi ekan. Shoh o'rdisiga lozim enik onlarni ana shundoq yurtlardan tanlab akalgizgan edi. Men o'zimning qancha yoshda o'rdiga kirganimni eslayolmayman. Bir ayolning beshimni silab, yig'lab turib xo'shlashganimni, atrofda chumkalgan harvada irg'anishib o'tirgan uzoq yo'l mang'inimni xuddi tushimdagidek ko'z oldimga keltira olmayman. Ehtimol, bola vaqtimda nihoyat chiroyli bo'lsam kerak. Xonning odamlari meni to'g'rila o'rdiga yetkazib kelib, xonishlarning xizmatiga tutib bergan. Elimo go'zal turibsan singlim.
Süpürgünün maqtishini birinchi qitim anglagan Cho'kan jilva bilan lap qilib uningga qaradi, so'zini davom qildi. Balkim tanlanib shoh harimiga kirishga muyassar bo'latdimkan. Biroq mendek fuqarolarning qizlarini to'van nasabdan kelib chiqqan deb hargiz shoh huzuriga kirishga talashmaydi. Men faqat xinimlarga didakli bo'la oldim. Sana aytsam, o'rtada bizdek didaklarning holi shuncha qarab. Mana meni ular 11-12 yoshimda oyoq osti qilishgan. Kimlar bo'ladi? Boshda martabiliklar biri oyoq osti qiladi. Ondan o'rda xodimlari, qo'riqchilar, harbiykash, oshpaz, chokarlar, hatto ba'zida balog'atga yetib qolgan bangvash shahzodalarmi bizga cheqilaveradi. Shuning bilan biz otsiz bolalarni tug'imiz. Bola tug'ilishi bilan nazoratchilar chiqib ketib, bo'g'ib tashlashidi. Mushu yo'g'on amchaklarimizga tulib tursin deb, ular bizning tug'ishimizga yo'l qo'yishidi. Ondan bolalarimizni o'ltirib, bizni xinimlarning bolalarini emitishga qo'yadi. Quyosh shohining orzuli xotinlari hatto inik onalarni seg'ib, suti ichidi. Odam ustida badanni surtidi. Men bu shahzodani emitayotganimda ba'zida o'zimning bolalarini o'ylab qolaman. Nima deding? Supurga eshigi ustida qiyshib o'ltirib ayoldan so'radi. Sening o'zingning bolalaring bormidi? Biz nimishqa ularni birga o'lib maqmadik? Men bir o'g'il, bir qiz tuqqan. Qanday chiroyli bolalar edi degan. Ularning uzun kirpiklari, kichikkina ko'zlari, menga talpingan budruq qo'llari ko'z oldimda turibdi. Har ikkilisidan ayrildim. Qo'limdan yo'l velishdi-da, aketib yo'q qildi. Men nimishqa yig'lamay, qara, mening ko'ksimdan eqiyotgan oppoq sutlar shu bolalarimning rizqi emasmidi? Ayol bo'qildab yig'lavatdi. Supurgining qalbini bu ayolga bo'lgan echinish, esdashlik cho'lg'ib oldi. Ular har ikkilisi uzoqqa jimib ketdi. Supurga ikkinchilab ayoldan bu haqda gap so'ramadi. Kichik shahzodani ko'tarib ketayotgan Cho'kan bir kuni nihoyatda xushxo'ylashib ketdi. Ular subsuzlik tog' suyi yeyilib eqiyotgan chimanlikka yetib kelganda ayol qoidani bozib shahzodani supurgiga tutqizdi. Shahzoda ko'zini yo'g'on ichib olgan bo'lib, soqolliq bu kishiga chakchayginicha qarab qolgan edi. Bu yer nima degan chiroylik? Mashada birdan orom olmaylimi? dedi ayol. Shunda qilaylik, dedi supurga. Ayol. O'tinib qolay. Sen men tarafga qarama, dedi-da, so'ning oyoq tarafiga qarab ketdi. Eshak atrofdagi cho'plarni qalin qalpoqlari bilan yalmab, ishtaha bilan o'tlashga boshladi. Oz o'tmay supurgining quliqiga so'ning shalapshig'an ovozi anglandi. Ayol neriroqqa berib, o'zini daldiga ilib yuyinmoqda edi. Supurga qo'lidagi bovoqqa qaradi. Kelgusida podshoh bo'lishga tegishli bo'lgan bu bovoqning supurga o'z umrida uchratgan narsidlardan hech bir farqi yo'q edi. "Xo'sh, shahzodam", dedi supurga baliga qarab. Shahzoda yugikida putlarini piltinglatib tipirlab qo'ydi. "Sening yiliqi barliq taxt varislarini yo'qotmoqchi bo'lib quturgan cho'ng akang shu topda o'rda ichidan seni izlab topolmay qanchalik g'azabga kelayotganda, balki u qilichini yalang'ochlab o'rda ichidagi uchirg'onli bovoqni qonga bo'yayotganda, ya bo'lmasa u eng avval sening mehribon onangni darg'a osganda. Podshohlik eng oliy davlat desa, men hargiz ishonmayman. Zo'ravonlik, mustabidlik badaliga o'r turgan taxtlarda o'ltirganlarning bir kunimi ko'nglining aromi yo'q. Onunga qaraganda etizda so'ram so'rgan dehqon tatqara uxlaydi. Dalada yalang oyoq ketib qolgan nomrat erkinarak nafas oladi. Xudoning taqdirini qara. Minglab qo'shin qo'g'dashga tegishlik sendek bir shahzodani
o'zini qo'g'dayaolmaydigan meningdek bir ojizning quchqiga tashlabdi. Sen kunlarning birida rastliq xonliq taxtida o'ltirib qolgandek bo'lsan, bizning seni mushundoq ko'tirib yurganimizni, sen uchun beshimiz ketadigan xatarga tavakkul qilganligimizni esingga olasanmi? Bovoq buduruq qo'llarini sunib, supurgining soqollarini tutib olishga tirishadi. Yo'q, deb o'z fikrini rad qildi supurgi. Shahlardan shafaat kutish ahmoqning ishi. Hukmronlar o'z sirini bilgichlarni hammadan burunroq ko'zdan yo'qotdi. Bandining haqiqiy shafaatchisi rahimlik Allohning o'zi. Supurga texi bola shoh ustida mulohizalarini oyoqlashtirmay turadi. Yiroqdan ayol chiqib keldi. Supurga hayron bo'lib qarab qoldi. Ayol yuyinib, tarinib, to'limi go'zallashib ketgan edi. Supurgining tasavvurida po'raklab echilayotgan qizilgul, daraxtlar orqasidan ko'tarilayotgan to'lin oy paydo bo'lgandek bo'ldi. Shu chog'da supurga bolaning yugigi ostida turgan qo'liga issiq bir namlikning tekkanligini sezgandek bo'ldi-da, darhol esiga kelib, bolani yerga qo'yib, o'rnidan turib ketdi. "Voy, sen nima ish qilyapsan?" degunicha yugurib yetib keldi ayol. "Nima bo'ldi? Sen shohlarni qanday kutishni bilamsan? Men sana aytmadimmi? Nimishqa shahzodani yerga qo'yib qo'ysa?" "Ey, sen uning ostini darhol qurg'da", dedi supurgi kulib. "Umrimda men mundoq o'rniga siyib, chichib yotadigan podshohni ko'rmagan ekanman." Ayolmo ixtiyorsiz kulibdi. Nemishqidir u bugun xushxuy bo'lib qolgan edi. Supurgiga muloyim muomala qilg'usi, uningga surkilib, erkilgisi kelib turadi. Umo yerda yotgan shahzodani darhol qo'liga elishni unutib, supurgining ko'zlariga tikildi. "Qara, shu topda biz mushu bolaning ota-onasiga bir jup xotinga o'xshab qoptimizmi?" dedi. Mushu bir necha kunlik safar jarayonida supurgining mijozi ayolga yiqib qolgan edi. U bir oz g'arita, qo'pol, sodda ko'ringan bu odamning vujudidagi erlarga xos oq ko'ngillik va yoshurun aqlni ko'rib yotgan edi. Ayolning qalbida kundan kunga havo onam zamonasidan qolgan ashu erni egilash, qo'lga keltirish, uning muhabbatiga erishish istigi yetilayotdi. Supurga ayolning er-xotin to'g'risidagi gaplarining ma'nosiga tushunmadimi yoki tushunsimi, tushunmaslikka soldimi, ayoldan ko'zlarini qochirib, qo'lni yuyish uchun suv tarafga qarab baqdi. Ular yana yo'lga chiqdi. Ayol turib kuladi. Dala gullarini o'zib olib, qo'liga qisatdi. Ba'zida g'ingshib, naqshi aytadi. Bu beshimga tushgan kunni hech kim bilmaydi. To'g'ri deyman, dard tatqanga kishi o'lmaydi. O'rdadagi xinimlarni shod-xo'ram demam, zibu zinnat yuk ulag'a qalbi kulmaydi. U o'z naqshisida o'rdadagi didaklarning kulpatlari, egiz tomlar ichiga band bo'lgan xonishlarning ish pushqi, bolasidan ayrilgan onaning hasratlarini so'zlaydi. Shu kuni ular xoli bir qo'nalg'iga kelib tushdi. Ayol o'zining qalbida bosh ko'tarayotgan istak, yangidan yetilayotgan muhabbat hissiyoti to'g'risida kuylaydi. Uning kayfiyatiga jo'r bo'lib, qushlar xushxuy shuruqlashib, so'la qirg'oqlarga urilib shildirlab, yupurmoqlar yenik shivirlashib, butun tabiat tang naqshi aytayotgandek qiladi. U supurgini eng mazalik tomoqlarni tayyorlab kutdi. Ketsa, u supurgini o'z qo'yniga chaqirdi. "Manqara yo'lichi", dedi ayol yostiqiga jaynaklanib turib. "Sen meni nemishqa erkiltibmi qo'yay demaysa?" "Erkiltib demsa? Senimi?" Supurga kutilmagan bu savoldan hayron bo'ldi. "Sen kichik bola bo'lmasan?" Lekin men ayol kishida." "To'g'ri? Sen ayol kishi." Dilqut xazinasi. "Qo'ynimga kirish xiyolingga kirmamda?"
yoki men senga yorimidimmi ya? Jahon kezdi supurga tang'irqab qoldi. Kichik shahzoda cho'konning u tarafida tatliq uxlayotdi. Tun yerimlashib qolgan bo'lib, oy nuri ular yotgan hujraning ichini g'uva yo'rtib turardi. Ayol bo'lsa ko'rpining ustida yalang'och tugidek yotganicha yotqinning bir tarafini echib qo'yib supurgiga quchoq ochgan edi. Tanglik qilgan supurga nima deyishni bilmay qoldi. Yo'q. Sen har qanday erga yaraydigan cho'kansa, dedi u duduqlab. Undaq bo'lsa, nimishqa qo'ynimga kelmaysa? Dastlabki kunlarda men sening zo'rlik qilishingdan ehtiyot qildim. Keyingi kunlarda men seni kutdim. Ba'zi kunlari sen yetibli uxlab ketsa, men uzoqqa ko'z yummayman. Xo'jayin xonim meni sana qo'shib yo'lga solganda, xohlasan xotin qilarsan deganni anglagan bo'g'iding? Shundaq anglagan. Demak, bizga ruxsat qilingan. Sen yana nimadan ehtiyot qilsa? Bu yoki sen ayollarga yaqinlashmaslikka qasam qilib yotganmi? Yoki sening diningda o'ynashga bo'lmamdi? Agar shundaq bo'lsa, sen undaq yaramas dindan chiqib ket. Allohning o'zi er bilan ayolni bir-biriga hojat qilib yaratgan. Bu nimishqa o'yin chiqmaysan? Meni xotinlikka olsang, ziyon totmaysan. Oyog'ingda yurib xizmatini qilaman. Men shoh ordisida eng esil tomoqlarni pishirishni o'rgangan. Supurgining demi ichiga tushib ketdi. U o'zini ayollarga havas qildigan chog'larim o'tib ketgan deb hisoblaydi. Supurga bu yosh va sog'lom notiga urinib o'z qadr-qimmatini to'kishni xohlamaydi. Ayol bo'lsa supurgini yaxshi ko'rganligidan emas, o'zidagi g'ayriblik va yolg'izlikni birdamlikka bo'lsa-mu yiroqlatish yoki bo'lmasa kelib ketadigan bir o'tkinchi tashnaligini qondirish zaruriyatidan qo'yniga chaqirmoqda edi. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Shinjong yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.